Bolajonlar, bugun sizlar bilan matematik ta'limiy o'yinni o'ynaymiz. Buning uchun mana bizni poyizchalarimiz tayyor. Raqamlarni tortamiz va tortilgan raqamlar orqali joyimizga borib, o'rnimizni egallaymiz. Hamma tushundimi? Qani, tortingchi raqamlarni. Hammangiz joyingizni egallang. Raqamlarni tortib, raqamlar asosida joyimizni egallaymiz. 0 raqami bilasizmi, kim bo'ladi? Poyizni boshqaruvchi shofyor bo'ladi. Qani, joyimizni egalladikmi hammamiz? 0 Mubina, sizga 0 raqami tushdimi? Afsuski, bizning bugungi shofyorimiz qiz bola. Qiz bola shofyorlarimiz ham bor, ha? Mubina poyizni boshqaradi. Qani, bir boshqarib ko'ringchi. O, barakalla, ketamiz. Qani, sizga necha raqam Zohir? 69. Qani, raqam joyingiz? 69-chi mes o'rindiq. Ibrohimjon 96. O'rindig'ingiz 96. Afroza 50. O'rindiqlar 50. 41. Qani? Ko'rsating. 75. O'rindig'ingiz 75. Qani, Javohir 28. O'rindig'imiz Madina Bonu 70, o'rindig'imiz yana Madina Bonu qizimiz 82, Afroza o'rindig'imiz 81, Muhammad Ali qani o'rindig'imiz 36 ekan. Bolajonlar, biz matematika oroliga sayohatga otlandik. Sizga beriladigan savollarga javob bergan o'quvchigina matematika orolimizga yetib boradi. Javob bera olmagan o'quvchimiz esa poyizimizdan tushib qoladi. Qani, haydovchi, ketdik. Qani, siz ham bir qo'lingizni ko'tarib qo'ying, sayohatga ketamiz matematika oroliga. Yaxshi. Zohir, sizga savol. 69 raqamini ichida nechta o'nlik, nechta birlik bor? 6 ta o'nlik, 9 ta birlik. Barakalla, siz matematika oroliga jo'naysiz. Ibrohimjon, 96 raqamini ichidagi o'nliklar va birliklarni ayting. 9 ta o'nlik, 6 ta birlik. Barakalla, siz ham yo'lingizda davom etasiz. Xonzoda, 41 raqamini ichidagi o'nliklar va birliklarni ayting. 4 ta o'n bor, bitta birlik. Barakalla. Siz ham 5 ta o'n bor, 50 raqamini ichidagi o'nliklar va birliklarni ayting. 10 ta. Siz matematika oroliga bora olmadingiz, chunki 50 raqamini ichida bolajonlar nechta o'nlik, nechta birlik bor? 50 ta o'nlik, 5 ta birlik. 50 ta birlik, 5 ta o'nligimiz bor. Siz sayohatga bormaysiz. O'tiring joyingizga. Siz tushib qoldingiz. Qani, Javohir? 28 raqamidagi o'nlik va birliklarni ayting. 2 ta o'nlik, 8 ta birlik. Barakalla, siz orolimizga yo'l oldingiz. Qani, Mushtari? 75 raqamidagi o'nliklar va birliklarni ayting. 5 ta birlik, 7 ta o'nlik. Barakalla, to'g'ri. Qani, Madina Bonu? 70 raqamdagi o'nliklar va birliklarni ayting. 7 ta birlik. Yo'q. Ayting. 70 ta, 10 ta 7. 10 ta 7, 10 ta. Noto'g'ri javob berdingiz. 70 raqamda nechta o'nlik, nechta birlik bor? 7 ta o'nlik, 70 ta birlik. Barakalla, siz ham orolimizga yetib bora olmaysiz. Poyizimizdan tushib qoldingiz. Tushib. Shofyor tushirib yuboring. Qani? Madina 82 raqamida nechta o'nlik, nechta birlik bor? 8 ta birlik, 2 ta birlik. 8 ta o'nlik. 8 ta o'nlik, ha, mayli, o'tiring, yaxshi. Adashsangiz ham aytdingiz. Qani, Afroza 81 raqamdagi o'nliklar va birliklarni ayting. 8 ta o'nlik, bitta birlik. Barakalla, siz orolimizga yo'l oldingiz. Qani, Muhammad Ali 36 raqamidagi o'nliklar va birliklarni ayting. 3 ta o'nlik, 6 ta birlik. Barakalla, 3 ta o'nlik, 6 ta birlik. Endi bizni matematika orolimizga 10 ta sayohatchilarimizdan ikkitasi tushib qolib, shofyor 9 ta sayohatchini o'zi bilan olib ketadi. Yaxshi boring, xayr.